Siz hech qachon xaritaga qarab, Nepal deb nomlangan bu kichik mamlakatni ko'rganmisiz? Va u qanday qilib yer yuzidagi eng katta ikki davlat, Xitoy va Hindiston o'rtasida joylashganiga hayron bo'lganmisiz? Juda kichik yer maydoni bilan siz Xitoy yoki Hindiston uni egallab olgan deb o'ylaysiz. Lekin Nepal hali ham kuchli. Bu Nepalning Xitoy va Hindiston o'rtasida qanday yashab kelayotgani haqidagi video. Birinchi navbatda, Nepal aslida unchalik kichik emas. Bu Gretsiya yoki Kaliforniyaning taxminan 3 dan 1 qismiga teng. Ammo qo'shnilari bilan solishtirganda juda kichik. Xitoyda 1,5 milliarddan ortiq aholi bor. Hindistonda ham taxminan shuncha. Nepal aholisi taxminan 30 million. Xo'sh, u qanday qilib mustaqilligini saqlab qoldi? Gap geografiyadan boshlanadi. Nepal yer yuzidagi eng notekis relyeflarga, jumladan Everest tog'iga ega. Butun mamlakat asosan Himolay tog'lari ichida joylashgan bo'lib, uni bosib olish yoki nazorat qilishni nihoyatda qiyinlashtiradi. Tarixan, bu Nepalning maxfiy quroli bo'lgan. 1800-yillarning boshlarida Britaniya imperiyasi Nepal bilan urushga kirdi. Bu urush hozirgi Angliya-Nepal urushi deb ataladi. Nepal ba'zi hududlarni yo'qotdi, ammo tog'lar yaqinidagi asosiy yerlarni saqlab qoldi. Hatto inglizlar ham Nepal jangchilarini bugungi kungacha Britaniya armiyasida xizmat qilayotgan elita askarlar bo'lgan girkalarni hurmat qilishgan. 20-asrga kelib, Hindiston mustaqillikka erishdi. Xitoy esa o'z inqilobini boshdan kechirdi. Nepal ularning ikkalasi bilan ham to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvdan chetda qolishga muvaffaq bo'ldi. U ehtiyotkorlik bilan diplomatik yo'nalishni bosib o'tdi. Ikkala qo'shnisi bilan ham neytral, ammo do'stona munosabatda bo'ldi. Sobiq urush davrida Nepal o'zini qo'shilmaslik siyosatini yuritdi. Xuddi hozir Xitoy yoki Hindistonga to'liq moyil bo'lishdan bosh tortganidek, Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet ittifoqi o'rtasida ham tomonlarni tanlashdan bosh tortdi. Va bu strategiya ish berdi. Bugungi kunda Nepal savdo va madaniy aloqalar uchun Hindistonga, infratuzilma va investitsiyalar uchun esa Xitoyga tayanadi. U xuddi Mo'g'uliston kabi Rossiya va Xitoy o'rtasida o'rta rol o'ynaydi va aynan shu narsa Nepalning Xitoy va Hindiston o'rtasida omon qolishiga sabab bo'ldi.